hajmi yarim litr bo'lgan idishda o'tkazilgan reaksiyada 5 minut davomida 3 mol modda sarflandi. Reaksiyaning o'rtacha tezligini aniqlang. Hajm berilgan. Demak, berilgan narsa hajm berilgan, yarim litr, vaqt berilgan 5 minut, sarflangan, delta degan sarflangan modda miqdori berilgan 3 mol sarflanibdi. Tezlik berilgan. Tezlik topish kerak. Demak, mol taqsim litr sekundda topish kerak. Agar tezlikniki mol taqsim litr sekund bo'lsa, buni ham sekundga o'tkazib olinadi. Ya'ni 5 minutimiz necha sekund? 1 minut 60 sekund bo'lsa 5 minut topish kerak. Proporsiya qilib 5 60 ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. 300 sekund bo'ladi. Endi tezlikni topish bo'lmasa deltasini tauga bo'linadi. Ya'ni deltasi o'zgargan konsentratsiya. Uni topish uchun delta n ni hajmga bo'linadi. Delta o'zgargan modda miqdorini hajmga bo'linadi. Hajm bor, o'zgargan modda miqdori bor. Demak, 3 taqsim 0.5 6 chiqadi. Delta sini o'rniga 6 qo'yamiz. Va vaqt 5 minutimiz 300 sekund ekan. 300 sekund. Demak, 300 sekund qo'yiladi yo'lga. 6 bilan 3 qisqarib ketadi. 6 2 bo'ladi, bu 1 bo'ladi. Va 2 0 bilan 100 bo'ladi. 0.100 dan 2 mol taqsim litr sekund bo'ladi. To'g'ri javob B varianti.